Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hafta xulosidan bugun iloji yo'q bir nafar o'quvchini olib keldik. Sababi Samarqanddan kelgan mehmon o'quvchimiz edi. 20 kun tayyorladik. 20 kunda natijani qilib chiqdi mana. Ikkalasini ham bittada. O'zini ham ko'rsat. Qalay bo'ldi Ilhomboy natija? Zo'r bo'ldi. Kelish kerak, faqat o'qish kerak hafta xulosga. Samarqanddan Instagramdan ko'rib keldik. 20 kunda tayyor bo'ldik. Qayerda o'qiding? Hafta xulosda. Hammaga omad. Sog' bo'l. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hafta xulosidan bugun iloji yo'q bir nafar o'quvchini olib keldik. Sababi Samarqanddan kelgan mehmon o'quvchimiz edi. 20 kun tayyorladik. 20 kunda natijani qilib chiqdi mana. Ikkalasini ham bittada. O'zini ham ko'rsat. Qalay bo'ldi Ilhomboy natija? Zo'r bo'ldi. Kelish kerak, faqat o'qish kerak hafta xulosga. Samarqanddan Instagramdan ko'rib keldik. 20 kunda tayyor bo'ldik. Qayerda o'qiding? Hafta xulosda. Hammaga omad. Sog' bo'l.